Diqqat, qidiruv. 2011-yilda Qiziltepa tumanida tug'ilgan, Mustaqillik mahallasida yashovchi 38-sonli umumta'lim maktabining 8-sinf o'quvchisi Halilov Alibek Nurali o'g'li qidirilmoqda. Halilov Alibek Nurali o'g'li joriy yilning 15-oktyabr kuni yashash xonadonidan noma'lum tomonga chiqib ketib, qaytib kelmagan. Halilov Alibek Nurali o'g'lining alohida belgilari: sochlari qora, qoshlari yoysimon, yuzi cho'ziqroq, bo'yi 165 cm, chap tomon lab ostki qismida xoli bor. Ozg'indan kelgan. Egnida qora rangli jinsi kostyum, yashil rangli erkaklar futbolkasi, qora shim va krossovka hamda maktab sumkasi bo'lgan. Halilov Alibek Nurali o'g'lini ko'rganlar yoki biror bir ma'lumotga ega bo'lgan fuqarolar 102 qisqa raqamiga yoki Qiziltepa tumani ichki ishlar bo'limining quyidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishlari so'raladi va berilgan ma'lumotlar sir saqlanishi kafolatlanadi. Qidiruvda bo'lgan Halilov Alibek Nurali o'g'lini topgan yoki topishda ko'maklashgan fuqarolar 10 million so'm miqdoridagi pul mablag'i bilan mukofotlanadi.